So'nggi xat. 3-qism. Shovqin. Ovozlar yo'qolgandi. Shahar tinchgandek edi, lekin ham Jamshid ichida nimadir noto'g'ri ekanini sezardi. Bu sukunat emas edi. Bu bo'ron oldi jimjitlik edi. Bir kuni telefoniga noma'lum xabar keldi. Profil rasmi yo'q. Ism Shovqin. Xabar atigi bitta jumla edi. Sen odamlarni qutqaryapman, deb o'ylaysan. Jamshid qotib qoldi. Yana xabar keldi. Aslida sen ularni uyg'otyapsan. O'sha kecha soat tungi 17. Jamshid tomga chiqdi. Sukunat. Javob yo'q, faqat shamol. Birdan ortidan qadam tovushi eshitildi, lekin bu tovush g'alati edi. Go'yo bir odam emas, minglab odam yurgandek Jamshid sekin ortga o'girildi va qotib qoldi. Qorong'ulik ichida bir siluet turardi. Yuzi yo'q, lekin atrofida shovqin bor edi. Yig'ilar, baqiriqlar, sindirilgan umidlar. Nihoyat, sen meni eshitding. Sen kimsan? Men aytilmagan so'zlarning oxiri bosqichiman. Mening ismim Shovqin. Jamshidning boshi ichida ovozlar portladi. Hech kim meni tushunmaydi. Yetar, charchadim. Shovqin yaqinlashdi. Sen ularni gapirtirding. Endi esa ularning g'azabi uyg'ondi. Pastda qayerdadir janjal ovoz eshitildi. Kimdir baqirdi, kimdir yig'ladi. Shahar o'zgarayotgan edi. Birdan oppoq nur yorildi. Sukunat paydo bo'ldi. Lekin bu safar u zaif edi. Jamshid, bu muvozanat. Bu nima degani? Shovqin kuldi. Og'riq doim ovozga aylanadi. Ovoz esa kuch. Nur so'na boshladi. Sukunatning ovozi titradi. Tanlov yana qaytdi. Qorong'ulik kuchaydi va hammasi jim bo'ldi. Jamshid yolg'iz qoldi, lekin bu safar sukunat emas, shovqin ichida. Jamshid o'sha kundan keyin odamlar orasida yurishga qo'rqadigan bo'ldi. Chunki u bir narsani sezdi. Ba'zi insonlar g'alati edi. Ular tirik, lekin go'yo mavjud emas. Ko'chada, avtobusda, do'konda ba'zi odamlar yonidan o'tardi. Hech kim ularga qaramasdi, hech kim yo'l bermasdi. Go'yo ular yo'qdek. Lekin Jamshid ularni aniq ko'rardi. Bir kuni u parkda o'tirardi. Yoniga bir bola kelib o'tirdi. Sokin, juda sokin. Aka, siz meni ko'ryapsizmi? Jamshid hayron bo'ldi. Albatta. Bola boshini egdi. Unda siz boshqalarga o'xshamaysiz. Jamshidning yuragi muzlab ketdi. Atrofga qaradi. Hech kim bolaga e'tibor bermasdi. Isming nima? Bilmayman. Qayerda yashaysan? Hech qayerda. Bola sekin dedi. Meni hamma unutgan. Jamshid pichirladi. Qanday qilib? Bola ko'zlariga qaradi va dedi. Chunki men hech qachon hech kimga kerak bo'lmaganman. Shu zahoti Jamshidning bosh ichida bosim paydo bo'ldi. Atrof jim bo'ldi va tanish kulgu eshitildi. Sen nihoyat ularni ko'ra boshlading. Jamshid qotib qoldi. Kimlarni? Ko'rinmaslarni. Jamshid bolaga qaradi. Bola sekin ortga yurdi va havoga singib ketdi. Jamshid dahshatdan qotib qoldi. Shovqinning ovozi jarangladi. Bu shaharda ko'rinmaslar juda ko'p. Hali bu boshlanishi. Jamshid o'sha kundan keyin odamlar orasida yurishga qo'rqadigan bo'ldi. Chunki u bir narsani sezdi. Ba'zi insonlar g'alati edi. Ular tirik, lekin go'yo mavjud emas. Ko'chada, avtobusda, do'konda ba'zan odamlar yonidan o'tardi. Hech kim ularga qaramasdi. Hech kim yo'l bermasdi. Go'yo ular yo'qdek. Lekin Jamshid ularni aniq ko'rardi. Bir kuni u parkda o'tirardi. Yoniga bir bola kelib o'tirdi. Sokin, juda sokin. Aka, siz meni ko'ryapsizmi? Jamshid hayron bo'ldi. Albatta. Bola boshini egdi. Unda siz boshqalarga o'xshamaysiz. Jamshidning yuragi muzlab ketdi. Atrofga qaradi. Hech kim bolaga e'tibor bermasdi. Isming nima? Bilmayman. Qayerda yashaysan? Hech qayerda. Bola sekin dedi. Meni hamma unutgan. Jamshid pichirladi. Qanday qilib? Bola ko'zlariga qaradi va dedi. Chunki men hech qachon hech kimga kerak bo'lmaganman.
Shu zahot Jamshidning bosh ichida bosim paydo bo'ldi. Atrof jim bo'ldi va tanish kulgu eshitildi. Sen nihoyat ularni ko'ra boshlading. Jamshid qotib qoldi. Kimlarni? Ko'rinmaslarni. Jamshid bolaga qaradi. Bola sekin ortga yurdi va havoga singib ketdi. Jamshid dahshatdan qotib qoldi. Shovqinning ovozi jarangladi. Bu shaharda ko'rinmaslar juda ko'p. Va bu hali boshlanishi. Jamshid o'sha parkdan keyin o'ziga kela olmadi. Chunki bu oddiy tasodif emas edi. Bu ogohlantirish edi. Bir necha kun davomida ko'chaga chiqmaslikka harakat qildi, lekin ko'rinmaslar juda qochmasdi. Ular uni topardi. Bir kuni kechqurun uyga qaytayotganida u yana o'sha bolani ko'rdi. Yo'l chetida yolg'iz qimirlamay turardi. Sen? Bola sekin bosh ko'tardi. Siz yana meni ko'ryapsiz. Jamshidning tomog'i quridi. Sen kimsan o'zi? Bola bir muddat jim turdi. Keyin juda sokin ovozda dedi. Men hech qachon tug'ilmaganman. Jamshid qotib qoldi. Nima deganing bu? Meni hech kim kutmagan. Meni hech kim xohlamagan. Shuning uchun men bu dunyoda yo'qman. Jamshidning yuragi siqildi. Bu bo'lishi mumkin emas. Bola ko'zlariga tikildi va dedi. Ba'zi odamlar yashamay turib ham unutiladi. Birdan atrof sovib ketdi. Havo og'irlashdi va tanish ovoz. Juda achinarli, shunday emasmi? Shovqin. Bu nima o'yin? Shovqin kuldi. Bu o'yin emas. Bu haqiqat. Unutilganlar eng kuchli shovqinni yaratadi. Jamshid bolaga qaradi. Bola asta-sekin xiralashardi. To'xta, uni olib ketma. Shovqin javob berdi. Sen hammani qutqara olmaysan. Bola havoga sinib ketdi. Jamshid yolg'iz qoldi. Lekin bu safar u ichida birinchi marta qo'rquv emas, aybdorlikni his qildi. Jamshid o'sha parkdan keyin o'ziga kela olmadi, chunki bu oddiy tasodif emasdi, bu ogohlantirish edi. Bir necha kun davomida u ko'chaga chiqmaslikka harakat qildi, lekin ko'rinmaslar undan qochmasdi. Ular uni topardi. Bir kuni kechqurun uyga qaytayotganida u yana o'sha bolani ko'rdi. Yo'l chetida yolg'iz qimirlamay turardi. Sen? Bola sekin bosh ko'tardi. Siz yana meni ko'ryapsiz. Jamshidning tomog'i quridi. Sen kimsan o'zi? Bola bir muddat jim turdi. Keyin juda sokin ovozda dedi. Men hech qachon tug'ilmaganman. Jamshid qotib qoldi. Nima deganing bu? Meni hech kim kutmagan, hech kim xohlamagan. Shuning uchun men bu dunyoda yo'qman. Jamshidning yuragi siqildi. Bu bo'lishi mumkin emas. Bola ko'zlariga tikildi va dedi. Ba'zi odamlar yashamay turib ham unutiladi. Birdan atrof sovib ketdi. Havo og'irlashdi va tanish ovoz. Juda achinarli, shunday emasmi? Shovqin. Nima bu o'yin? Shovqin kuldi. Bu o'yin emas, bu haqiqat. Eng kuchli shovqinni yaratadi. Jamshid bolaga qaradi. Bola asta-sekin xiralashardi. To'xta, uni olib ketma. Shovqin javob berdi. Sen hammani qutqara olmaysan. Bola havoga singib ketdi. Jamshid yolg'iz qoldi. Lekin bu safar u ichida birinchi marta qo'rquv emas, aybdorlikni his qildi. Shundan keyin hammasi o'zgara boshladi. Jamshid buni darrov sezdi. Odamlardan kelayotgan xabarlar g'alati edi. Oldingidek emas. Men nimadir yo'qotdim. Ichim bo'sh. Gapirmoqchi edim. Lekin hech narsa yo'q. Jamshid tushunmadi. Bu safar odamlar og'riqni yashirmayotgandi. Og'riqning o'zi yo'qolayotgandi. O'sha kecha soat 12:17 tom. Bu nima bo'lyapti? Sukunat paydo bo'ldi, lekin juda bezovta edi. U boshladi. Kim? Shovqin emas. Jamshid qotib qoldi. Unda kim? Ovoz o'g'risi. Shamol keskin kuchaydi. Bu yana nima degani? Kimdir odamlarning ichidagi so'zlarni, hatto tug'ilmasdan oldin o'g'irlamoqda. Jamshid dahshatga tushdi. Bu mumkin emas. Birdan qorong'ulik ichidan sovuq ovoz eshitildi. Mumkin. Chunki so'z eng katta boylik. Jamshid sekin ortga o'girildi va
Bu safar ko'rgan narsasi undan ham dahshatli edi. Yuzi yo'q, ovozi yo'q, lekin mavjud. Sukunat pichirladi. Endi hammasi boshqacha bo'ladi.